Azam rahmatullohi alayhi johil qo'shnisi esa har kuni mast qiluvchi ichimlikni ichib olib tomga chiqib baqirishdan boshqasini bilmas ekan. Tomga chiqib hamma qo'shnini asabini buzib, xotirjamligini yo'qotib shu odati bor ekan. Bir kuni haligi odamni tovushi eshitilmay qoldi. Tomga chiqib baqirishi yo'q. O'zi ham tovushi ham eshitilmay qoldi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi qo'shnilardan so'rabdilar. Falonchi qo'shnimizni tovushlari eshitilmay qoldi-ya, desalar, Hazrat, u kishi bir katta jinoyat ish qilib qo'yibdi. Mahkamaga olib borib zindonga tashlashibdi degan gapni eshitdilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi chop qilib mahkamaga borib, haligi odamlarning oldiga bordilar. Meni falonchi qo'shnimni olib kelib zindonman qilibsizlar. Yaxshi qo'shnimni dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi hurmatlaridan mahkama xodimlari sizni hurmatingizdan bu insonni ozod qilamiz dedilarda, zindondan haligi qo'shni jinoyatni qilganni gunohidan o'tib, Imom Azam rahmatullohi alayhi oldilariga solib, mana qo'shningiz sizni hurmatingizdan olib ketavering dedilar. Shunda yo'lda kelayotgan paytlarida ikkalovlari qo'shnilari aytdilarki, ey Imom Azam, men shu joyda siz bilan yashagandan beri biror kun ozor bermagan kunim yo'q sizlarga. Lekin shuncha yomonlik qilsam ham hozir meni shafaat qildingiz, zindondan ozod qildingiz. Sizga tashakkur aytaman dedilar. Shunda u odamni gapiradigan gaplari bittasi shu ediki, men nihoyatda yaxshi insonman, u meni qo'shnilarim qadrimga yetmaydi degan gapni gapirar ekan. Baqir-chaqir qilib. Imom Azam rahmatullohi alayhi endi sizni qadringizga yetdikmi? Endi sizni hurmatingizni joyiga qo'ydikmi degan ekanlar. Go'zal shu gapni gapirgan ekanlar. Shuncha yomonlik qilsa ham haligi johil o'sha qilgan ishidan uyalib, Imom Azam rahmatullohi alayhiga shogird tushib, o'sha davrning eng faqihlariga aylanganlar. Qarang, dinimizda yomonlikka hech qachon yomonlik qilinmaydi. Dinimizning ta'limoti, Rasulullohning sunnatlari yomonlikka faqat yaxshilik qiladi. Yomonlik qildimi, unga yaxshilik qiladi. Rasulullohga qancha yomonlik qilishdi. Rasululloh Makkada Ka'bani tagida sajda qilib turganlarida hayvonot, tuya, qo'ylarni, ichak chavoqlar, qorinlarni olib kelib Rasulullohning boshlariga, yelkalariga najosatlarni tashib ketishadi. Fatima onamiz borib Rasulullohning ustilaridagi haligi narsalarni olib tozalardilar. Rasululloh birorta insonga yomonlik qilganini tarixda hech kim bilmaydi. Faqat yaxshilik, makorimul axloq bilan, go'zal husn-u xulq bilan tarbiya qildilar. Tarixda o'tmishda o'tgan salafus solihlardan, buyuklardan birlari uylarini sotmoqchi bo'ldilar. Sotyap turib, haligi xaridorlarga aytdilarki, uyni narxini kelishib oldik. Uyni bahosini chiqardik. Endi qo'shnimni haqqini qanaqa qilib baholaysizlar dedilar. Shunda haligi xaridorlar aytdilarki, biz tushunmadik gapingizni. Sizni uyingizni sotib oldik, qo'shningizni ham sotib olamizmi dedilar. Qo'shnim kim ekanligini bilasizlarmi dedilar. Yo'q dedilar. Sa'd ibn As roziyallohu anhu dedilar. Bilasizlarmi bu zot kimligini? Yo'q. Bu zot shunda qo'shniki, agar men ko'rinmay qolsam meni qidirib topadilar. Xasta bo'lib qolsam kirib xabar oladilar. Muhtoj bo'lib qolsam yordam beradilar. Qaysi holatda bo'lsin har doim meni shundoq bir e'zozlab keladi. Biror joyga safarga ketsam uyimga qo'riqchilik qiladi. Juda go'zal so'zlar bilan ta'rif aytdilar. Shunda bu gap bu zotga yetib bordida haligi maqtayotgan qo'shniga aytdiki, uyingizni sotmang dedilar, siz qiylanib qolibsiz. Mana shu uyingizni pulini men beray deb yana qo'shnisini sotib qaytarib oldilar. Qarang, salafi solihlar, sahobalar, mujtahid olimlar shunaqa hayot kechirganlar. Bir zot bor ekanlar, salafi solihlardan, valilardan qo'shnilari uyini sotaman debdi. U zot eshitib qoldilar. Uylarni sotayotganligini. Uyingizni sotmang dedilar. Nega desalar, siz siringiz ochilib qoladi.
Bilsalar, u qo'shni bu zotga hojatxonasini, chiqindisini bu vali zotni uyiga to'g'rilab qo'ygan ekan. O'sha qo'shnisini axlatini shuncha yil tozalab kelganlar. Siz degan ekanlar, uyingizni sotmang, agar sotsangiz aybingiz ochilib qoladi deb u zotning sirlarini saqlab kelgan ekanlar. Bu holatni eshitib, istig'for aytib tavba qildilar. Hozirchi, hozir qo'shnisini uyini oldiga ozgina axlati to'kilib qolsa, yoki qurilish qilyapti, bir narsasini to'kib qo'ysa, bilasizmi qanaqa janjal bo'ladi? Yo mashinasini qo'yib qo'ydi, yo'li to'silib qoldi. Bunaqangi misollar to'lib yotdi. Biz nimaga shu holatga tushib qoldik? Nega ota-bobolarimiz xuddi qo'shni bilan qarindoshdan ham ko'ra yaxshiroq yashaganlar? Chunki bu zotlar qo'shni bilan o'rtasidagi oldi-berdi muomalani haqqini zo'r bilganlar. Undagi bo'ladigan savobni yaxshi bilganlar. Rasulullohning hadislariga amal qilganlar.